Видео, фото сейчас поищу, но это время какое-то займет. Значит, мы на утеплитель, ну, представляете, да, вот Техниколь, либо Рыжий, вот другого производителя, такая плита, как вот из пенополистирола. Мы наносим 1 сантиметр полимерно-цементной стяжки. И эту продукцию обратно отдаем в Техниколь. Мы только для Техниколя работаем. Работа постоянная, с проживанием, помощь с документами, ну, помогаем деньгами на первый раз. Если человек приехал, у него там не на питание, ни на что есть, это все помогаем. Вот. Да, у нас русские и узбеки. Вот других национальностей мы как бы не берем на работу. Да, я же сказал же, у нас проживание на производстве прям и с документами, и с деньгами на первое время, конечно, поможем. Мигрантов находится в России, и как вам сделать документы, обращайтесь к Болу. Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum musofir yurtda yurgan akalar, hamda opalar. Bugun sizlarga bitta foydali, barcha musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz qiynaladi dokument bo'yicha. Kimgadir dokument muammosi bo'lsa, dokumentingiz tekshirish, patent, registratsiya, singles, трудовой договор, barcha quyidagi dokumentlarga sizlarga Iqbol akamizga bemalol murojaat qilasizlar. Pastda nomerlari bor. Ishonarli akalar, bemalol telefon qilasizlar, pasportlaringiz rasmlarini jo'natasizlar migratsiyonkani, sizlarga registratsiya, patent xizmati va yana трудовой договор, singles, barcha quyidagi dokumentlarga sizlarga Iqbol akamiz yordam qiladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rahmat aytib o'laman. Assalomu alaykum. Yana bir bor musofir yurtda yurgan vatandoshlar, akalar hamda opalar. Ko'rlaringizmi akalar? Erkak lavz deganday sizlar поддержка qilyapsizlar meni. Men ishni to'xtatmasdan chiqarib boraman akalar, opalar. Ishni to'xtatmasdan chiqarib boraman. Qanaqa ish? Prosta ish emas akalar. Bu realniy akalar. Bu prosta ish emas. Ko'chadan topib men sizlarga tavsiya qiladigan. Yo'q akalar. Ish chiqaryapman. Akalar, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sergey ish Texnikol zavodida. Texnikol zavodida 8 soatlik ish vaqti 4000 rubl o'sha 8 soat ish vaqtingizga to'lanadi har 15 kunda. Bu ish qanaqa foydali degan vatandoshlarimiz uchun bu ish O'zbekistonda juda ko'p vatandoshlarimiz hozir boraman degan vatandoshlarimiz bemalol pastda nomerga telefon qilasizlar. Sizlarga dokument sistemasidan patent, registratsiya, yotoq joy, pitaniya hammasiga pul beriladi akalar. Borib men qayerga borib ishlayman deb o'ylab o'tirmaysizlar. To'g'ri shu odamga aloqaga chiqasizlar va biletni olib bemalol borib ishlashlaringiz mumkin. Ishonarli akalar, opalar. Yana videoni o'tkazib olmaysizlar. Videoni mana qo'yib o'taman. Ko'ringizlar. Расформовка, самое главное, окончательный этап практически. Берем, переворачиваем, снимаем синхронно, смотрим плиту. Плита идеальная, посмотрите, поближе можно. Так, теперь берете щеточку и спокойненько снимаете все отсюда. Раз, здесь, раз. Посмотрите, какая идеальная гладкая поверхность. Такое идеально все. Как зеркало. Да. Это наша продукция CXPS для Техниколя. Ko'rdilaringiz akalar videoni, ish jarayonini ko'rib o'tdilaringiz. Har bittalaringizdan akalar, opalar iltimos. Prosta ko'pchilik mana shu yerga prosta kiradi, prosmotr uchun ko'radi. Aka, sizdan hech narsa ketmaydi. Bitta like, bitta kommentariya prosta motivatsiya uchun akalar, поддержка uchun. Sizlardan iltimos, kommentariya, like-ni bosingizlar. Keyingi ishimiz esa 37 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erli xotinlarga ishni chiqaramiz. Faqat поддержка sizlardan akalar, opalar. Men hech kimdan pul so'ramayapman akalar. Dachaga qo'yapmanmi yo boshqa ishga birontadan 1 so'm pul so'raganim yo'q.
Shuning uchun sizlardan bitta o'tirib turib mana shunday laykchani bosasiz, omad deysizmi, so'kasizmi, kommentariy yozingizlar. Bemalol inshaalloh ishlarni kuzatib qolingizlar. Keyingi ishimizni kutib qoling. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Tezda aloqaga chiqib ishga borib ishlashingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.